jonsiz qolgan birinchi kun yoxud chuchvarani xom sanagan kunim. Ertalab soat 7 da uje 1 yoshi 1 oylik egizaklarim ovqatlari bog'chaga olib ketishlariga tayyor edi. Xullas o'zlarini ham yuvintirib, kiyintirib, bola qilib qo'yib, soat 9 bo'lishini va bog'chaga ketishni kutdik. Ammo shu 1 soat ichida bolalarim miyam, uyam ostin-ustin qilib yuborishdi. O'g'il bolada, sho'xda. Soat 9 bo'lish bilan yugurib bog'chaga tashab kelib, yuraklarim gupurlab uyi ahvolini ko'rsatdim sizlarga. Voy dod, bu uy to'xali yig'ishtirilgan edi. Kelgan tez chaqin-chaqin uyi uborkalarini kirishib ketib qilayotgandim. Ozodaxon kelinimiz borligi esimga tushib qoldi. Kelinjon uyi uborka qilguncha men mashinaga o'tirib bozorga yo'l oldim. Bozorda mashinaqa doda mashinchadan oldim. Hozir shunaqasi modada bozor qilishni boshladim. Kerakli mahsulotlarni kam-kamdan olib, mashinaqa korobkalarga joylab, uyga dastavka qildirdim. Qornim ochib qolib, Erjonni kartasini olib, "Rahmat xotinjon, sen shunaqa ham yaxshisan" deb o'zimga kompliment qilib, qornimni to'g'izib kelib, ishimga o'tirdim. 3 soatga yaqin reality uchun tanlab olgan 4 qizga dars berdim. Keyin neni umidlarda bolalarimni bog'chadan olib kelib, nyanya keladi, hozir menga qarashadi deb turdim. Bilasizlar nima bo'ldi? Вообще trash. Tug'ilibdiki, hech qachon hech kimni begona qilmagan bolalarim nyanyani qo'liga 1 minutga ham bormadi. Ishonasizlarmi? Hech qaysi biri bormadi. Bizga kelgan nyanya qo'shimcha uy ishlarida umuman yordam bermas ekan, hattoki bitta piyola ham chaymas ekan. Shuning uchun 4 soat prosta o'tirib ketdi. Xayr, bizni $50. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Axir bu Koreya.